Bir kuni bir tanishim menga shunday dedi: qaynonam meni ko'rgan zahoti tabassum qilmaydi, ovqatimni tanqid qiladi, har doim nimadandir norozilik qaraydi. Men esa har kuni ovqatni mehr bilan tayyorlayman. Charchamay harakat qilyapman. Nima yetmayapti tushunmadim. Men esa unga birgina savol berdim. Balki u ovqat emas, mehr kutayotgandir. Balki birgina onajon, bugun charchamadingizmi degan so'zni eshitmayapti. Chunki ba'zida munosabatda ovqatdan, xizmatdan, tozalikdan ko'ra yurak so'z, mehr ko'proq kerak bo'ladi. Shunaqa kichkina so'zlar ba'zida katta dardlarni yengillashtiradi. Siz ham uydagilarga shunchaki bir og'iz "bugun yaxshimisiz?" deb ayting. Balki aynan mana shu savol ko'p narsalarni o'zgartirar.